Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, bizlarning videolarimizni kuzatib boruvchilar. Mana 3 ta katta bioreaktorimizdagi biogomuslarimiz 100% tayyor holatga kelganidan keyin ustiga go'ng tashlayapmiz. Mana bu polimiz ustiga go'ng tashladik va mana bu polimizni ham ustiga go'ng tashlab bo'ldik. Endi go'nglarni yoyapmiz. Mana bu xonamiz ichidagi pol 100% go'mus holatiga kelgan. Mana shunday qilib go'nglar to'kib chiqdik. Go'nglarni yoyapmiz. Mana endi bu polimiz ustiga go'ng tashlaymiz va yaxshi yomg'irlatib sug'oramiz. Shu bilan chuvalchanglarimiz tepadagi yangi go'ngga ishlov berishga o'tishadi. Mana 100% go'mus holatiga kelgan. Mana bunday po'choqlarni tashlab ustiga go'ng tashlab olamiz. Hamma chirindini chuvalchanglar yeb biogo'mus holatiga keltiradi. Mana chuvalchanglar hammasi tepada kichik holatda bo'lib qolgan. Kichik holatda bo'lishining sababi ozuqasi juda kam, ozuqasi yo'q. Ular ozuqa yesa kattarib ketadi, ozuqasi yo'q bo'lsa kichkina holatga keladi. Juda lichinkasi ko'p. 100% mana qoraygan tabiiy organik o'g'it biogo'mus. Faqat sotuv jarayonini qo'yamiz. Mana shunaqa ish jarayonlarini ham bir qo'yishlikni xohladik. Tayyor biogomuslarimiz ham bor. Elangan, xaltalab olib borib beramiz. Manzilimiz Uzun tumani, Yangiro'zg'or mahallasi, 97 244 4406 telefon raqamlarimiz. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari ham bor, sotiladi. 1 kvadrat 3 ta banan korobka 1 million so'm. Buni ham yetkazib berish mutlaqo bepul. Mana endi go'ng tashlangan bioreaktorimiz ustiga suv sachish jarayoni yaxshilab yomg'ir qilib tagiga o'tadigan darajada suv sachiladi. Bioreaktorga go'ngda mana shunaqa chirigan, maydalangan go'ngdan foydalaniladi. Sveji, sariq, shilta go'nglar bo'lmaydi. Mana qizish jarayonidan o'tgan qop-qora maydalangan go'ng.